11 qism parametrga bog'liq integrallarning funksional xossalari mavzusini 31-misoli. Bu yerdagi misolni ishlashimiz uchun bizga 3-teorema yordamga keladi. 3-teoremamiz aytadiki, fx, y funksiya d to'plamda berilgan va y o'zgaruvchisining sd oraliqdan olingan har bir tayin qiymatida x o'zgaruvchining funksiyasi sifatida uzluksiz bo'lsin. Bu yerda e'tibor bersak, 31-misolimizda x o'zgaruvchimiz bor va a, b parametrlarimiz bor. A, bdan ixtiyoriy bittasini parametr sifatida olishimiz kerak. Shunda y sifatida a ni yoki b ni olgan bo'lamiz. Agar fx, y funksiya d to'plamda y bo'yicha xususiy xoslarga ega bo'lib, u d da uzluksiz bo'lsa, u holatda y funksiya ham sd oraliqda shu xoslarga ega bo'ladi va shu munosabat o'rinli bo'ladi. Demak, biz bu yerda parametr sifatida a ni olishga kelishaylik. Ya'ni y sifatida a ni olamiz. Shunda bu a va x ga bog'liq parametrli integral, b ni esa oddiy son sifatida qaraymiz. Avvalambor teorema shartlarini tekshirishimiz kerak bo'ladi. Teoremani barcha shartlarini bajarsa, biz mana bu tenglikdan foydalanib teoremani misolni hisoblay olamiz. Birinchidan, fx, y funksiya ham shu oraliqda a o'zgaruvchisining olingan qiymatiga qarab x o'zgaruvchisi bo'yicha shu oraliqimda uzluksiz bo'lishi kerak. Ya'ni bu misol uchun d oraliqni qurib olishimiz kerak bo'ladi. No. Have to do it x a r2 ga tegishli va bu yerda x'imiz ko'rinib turibdiki 0 dan pi taqsim 2 gacha va a'miz esa butun haqiqiy sonlar to'plamidan olingan bo'lsin. Endi u shu oraliqda uzluksizmi? Albatta bu funksiyamiz, ya'ni f x y, bu yerda f x a deb olamiz endi. F x a funksiyamiz shu oraliqimizda uzluksiz. Demak, teoremaning birinchi shartini bajarildi. Endi funksiyamizni a o'zgaruvchisi, ya'ni a parametri bo'yicha hosilamizni tushuntirsa, teorema shartimizda y bo'yicha hosilasi so'ralyapti. Bizda y ni o'rnida a parametri turganligi sabab a bo'yicha hosil olamiz. Va bu hosilam nimaga teng? Bu hosilamiz ham berilgan d da uzluksiz hisoblanadi. Demak, teoremaning barcha shartlari qanoatlantirildi. Endi hosila olib, teoremani qo'llay olamiz. Teoremani shartini yozib oladigan bo'lsak, a ga bog'liq bo'ladi endi. Mana endi buni a parametriga shart qo'yishimiz lozim bo'ladi. Ikki holatda ishlaymiz. A b ga teng bo'lgan holati yoki teng bo'lmagan holati. Teng bo'lgan holati va teng bo'lmagan holatlarni bo'lak-bo'lak ishlab chiqishimiz lozim bo'ladi. Demak, birinchi a parametri ham 0 dan katta bo'lsin, b parametri ham 0 dan katta bo'lsin. Va buni birinchi qismning yana birinchisi his qilib olishimiz kerak bo'ladi. A b ga teng bo'lsin. Ya'ni ikkisi ham musbat bo'lib, bir-biriga teng bo'lgan holati. Unda nima bo'ladi? U holatda a o'rniga to'g'ridan-to'g'ri b ni qo'yib ketamiz. Chunki bu yerda a o'rniga b qo'ydik. Teng 2b sinus kvadrat x taqsim b kvadrat sinus kvadrat x qo'shaman b kvadrat kosinus kvadrat x dx. Pastdan b kvadratni chiqarib, yuqoridagi b kvadrat bilan qisqartirib yuborsak, pastda sinus kvadrat qo'shamiz, kosinus kvadrat bu 1 ni beradi.
2 taqsim b sinus kvadrat x dx. Bundan esa bir taqsimni tashqariga chiqarib tursak ham bo'ladi. Nega deganda bu x bo'yicha integral bga oddiy parametr, ya'ni son sifatida qaraymiz. Bu yerda sinusni darajasini pasaytirdik. Undan keyin integral olamiz. Integralni hisoblaydigan bo'lsak, 0 qo'ysak, boshda pi taqsim 2 ni qo'yamiz, keyin 0 ni qo'yib 2 sini ayirib, oxirgi javobimiz esa shunday bo'ladi. Demak, tenglikka nazar tashlaydigan bo'lsak, bizda shu narsaga ega bo'ldik. Endi bu yerdan i shtrix bni emas, balki i bni topishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun ikkala tarafdan b bo'yicha integral olamiz. Va albatta o'zgarmas s sonini qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, birinchi qismimiz tugadi. Ya'ni birinchi punktimizning birinchi qismi u a bga teng bo'lgan holat edi. Endi a bga teng bo'lmaganda nima qilamiz? Ya'ni ikkisi ham musbat bo'lsin, lekin bir-biriga teng bo'lmasin. U holatda yuqorida yozgan mana shudan integralni chiqarishimiz kerak bo'ladi. Integral ishlashimiz kerak bo'ladi. Qaytadan yozib olamiz uni. Bu kasrni mahrajini ham, suratini ham kosinus kvadratga bo'lib yuboramiz. Endi bu yerda belgilash ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni tangens x ni t deb belgilaymiz. Bu yerdan ximiz arc tangens t va dx ni ham topib qo'yamiz. T taqsim 1 plus t kvadrat. Endi t parametr bo'yicha belgilash kiritganimiz sabab integralni chegaralari ham o'zgaradi. 0 dan plus cheksizlikgacha 2a t kvadrat taqsim a kvadrat t kvadrat plus b kvadrat dx o'rniga t taqsim 1 plus t kvadrat. Bizda yana bu demak, integralni ishlaymiz. Sonlarni tashqariga chiqarib qo'yamiz. Bu qayerdan keldi desak, bizda yuqorida 2 mana shu yerda va mana shu yerda a taqsim x plus a taqsim mahrajda bir nima plus b taqsim mahrajda bir nima deb ikki kasrga ajratdik. Bu integrallash mavzularida bor edi. Shunda ikki kasrga ajratamiz va ikkiga bo'lib integrallaymiz buni. Ikkita kasrning integrali plus shaklida. Demak, birinchi arc tangensni avvalambor buni integralladim. Ya'ni ikkinchi kasrimni, nega deganda birinchi kasrning oldida manfiy bor, uni manfiyat oldiga chiqarib qo'yishimiz mumkin. Noldan plus cheksizlikgacha. Buni hisoblaydigan bo'lsak, yana hisoblab qo'yadigan bo'lsak, pi taqsim a plus b. Demak, nimaga erishdik? Erishgan narsamiz i shtrix a pi taqsim a plus b bo'ldi. Mana i shtrix a bilan boshladik va oxirida shunga erishdik.
Lekin bizga i shtrix a emas, balki i a kerak. I a ni topadigan bo'lsak, pi ln a plus bga erishamiz. Va albatta oxiriga s sonni qo'yib ko'ramiz. Endi biz pi a, i a va i blarni topdik. Lekin s qo'shiladigan s narsani topganimiz yo'q, ya'ni konstantani topganimiz yo'q. Baribir shu konstantani topishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun misolga qaytamiz va misolimizni o'zini i a deb belgilagan edik. Belgilash yoddan chiqib qolibdi. Shu misolni i a deb belgilaymiz va misolni o'zidagi a parametrini o'rniga b parametrini qo'ysak, nimaga erishamiz? Ya'ni i a teng integral noldan pi taqsim 2gacha ln a kvadrat sinus kvadrat x b kvadrat kosinus kvadrat x dx ni o'rniga a ni o'rniga b ni qo'yamiz. Shunda i b teng noldan pi taqsim 2gacha ln b kvadrat dx. To'g'rimi? Nimaga erishamiz bu yerda? Noldan pi taqsim 2gacha 2 ln b dx. Demak, x bo'yicha integrallab turganimiz uchun 2x ln b noldan pi taqsim 2gacha bu pi ln b ga teng bo'ladi va bu i b ga teng bo'ldi. Ana. Endi yana bu i a qismimizda i b bo'ladi. A ni o'rniga b ni qo'yamiz shu yerda. Nimaga erishamiz? ln 2b qo'shilgan s. Qarasak, bu yerda bir i b'miz bunga teng bo'lib turibdi. Bu yerdagi i b'miz bunga teng bo'lib turibdi. Shu yerdan ikkisini bir-biriga tenglab s parametrini topib olishimiz kerak bo'ldi. S o'zgarmas biron bir sonni. O'zgaruvchi son ham bo'laveradi. Demak, pi ln b teng pi ln 2b qo'shamiz. Buni pi ln 2 qo'shamiz pi ln b qo'shamiz s desak, s teng minusdan pi ln 2. Demak, s'imiz ham topildi. Minusni ln ni ichiga kiritsak, ln 1 taqsim 2. Ana endi nima qilamiz? I a pi ln a plus b qo'shaman pi ln 1 taqsim 2. Soddalashtiradigan bo'lsak, a plus b taqsim 2 ga erishamiz. Demak, javobimiz tayyor. I a teng pi ln a plus b taqsim 2. Javob ham tayyor bo'ldi, lekin bu javobimiz a katta 0, b katta 0 holatdagi javobimiz. A va blar ixtiyoriy bo'lsin desak, shu yerdagi javobimizga faqat modul qo'yiladi. Ya'ni pi ln modul ostinda a modul ostinda b taqsim 2. Bu a'miz ham b'miz ham ixtiyoriy, ya'ni a teng emas 0, b teng emas 0 dagi holatimiz hisoblanadi. Demak, misol yechildi.